بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، وبسند مشايخنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم المتصل إلى سيدنا الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. Hakim ibn Hizom roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: yuqori qo'l quyi qo'ldan yaxshidir. Sadaqani qaramog'ingdagilardan boshla. Sadaqaning yaxshisi behojatlikda bo'lganidir. Kim iffattalab bo'lsa, Alloh uni iffatli qiladi. Kim o'zini behojat tutsa, Alloh uni behojat qiladi dedilar. Izoh: iffat so'zi harom, nomaqbul ishlardan o'zini tiyishni anglatadi. Shu o'rinda haromdan hamda birovning qo'lidagi narsani so'rashdan o'zini tiyish, tamasiz bo'lish nazarda tutilmoqda. Bu yerda hozirgi o'zbek tilida ayollarga nisbatan ishlatiladigan hayo, uyatchanlikdan ko'ra kengroq ma'nolar ko'zda tutilgan. وبه إليه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايات qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbarda turib sadaqa qilish, iffatli bo'lish va tilanchilik qilishni zikr qilayotib, yuqori qo'l quyi qo'ldan yaxshidir. Yuqori qo'l nafaqa qiluvchidir, quyi qo'l tilanuvchidir dedilar. وبه إليه قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. Abu Burda ibn Abu Musa otasi roziyallohu anhudan rivoyat qilib aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tilanchi kelsa yoki u zotdan biron hojat talab qilinsa, dalolat qilinglar, ajr olasizlar. Alloh xohlaganini o'z nabiyisining sallallohu alayhi vasallam tilida hukm qiladi derdilar. وبه إليه قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: لا تحصي فيحصي الله عليك، وفي رواية: لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. أسماء رضي الله عنها rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam menga qizg'anchilik qilmaga, tag'in sendan ham qizg'anilmasin dedilar. Abdadan qilingan rivoyatda hisobini qilma, tag'in Alloh ham senga hisoblab bermasin deganlar. وبه إليه قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. Hakim ibn Hizom roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: Ey Allohning rasuli, jahiliyatda sadaqa yoki qul ozod qilish va silay rahim kabi ibodat qilgan narsalarimga nima deysiz? Ularda biron ajr bormi dedim. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: o'tgan yaxshiliklaring asosida musulmon bo'lgansan dedilar. وبه إليه قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا
طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. Abu Musodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'ziga buyurilgan narsani chin ko'ngildan komil, to'liq ado etadigan, ehtimolki beradigan deganlar, uni buyurilgan kishiga topshiradigan omonatdor musulmon xazinachi, sadaqa beruvchi ikki kishining biridir dedilar. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Bandalar tong ottirgan kun borki, unda ikki farishta tushib, ulardan biri Allohim infoq qiluvchiga evaz bergin deydi. Ikkinchisi Allohim mumsikka talafot bergin deydi. Mumsik o'ta ketgan xasis, baxil, ziqna kishidir. وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam baxil bilan sadaqa beruvchi xuddi egnida temir jubbasi bor ikki kishiga o'xshaydi dedilar. Boshqa bir rivoyatda aytilishicha, Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning baxil bilan infoq qiluvchi xuddi egnida ko'kragidan to bo'g'zigacha temir sovut bor ikki kishiga o'xshaydi. Nafaqa qiluvchi nafaqa qilar ekan, sovut uning tanasi uzra cho'zilib yoki uzayib boraveradi. Hatto uning barmoqlarini ham yopadi va qadamining izini o'chiradi. Baxil esa hech narsa nafaqa qilishni istamagani sari har bir halqa o'z o'rniga yopishib oladi. Uni, ya'ni sovutni kengaytirishga harakat qiladi, lekin u kengaymaydi deyotganini eshitgan ekan. Hasan ibn Muslim buni Tovusdan sovut ichidagi deb keltirgan. Izohimiz bor. Sovut, ya'ni jubba, odatda kichkina halqalarni bir-biriga kirgizish orqali yasalgan. Saxiy odam xayru ehson qilgani sari egnidagi sovuti kengayib, uzayib borib, butun tanasini himoya qilgan kishi kabi balo ofatlardan saqlanib, natijada ko'ngli yozilib boradi. Baxil esa sovutining halqalari zichlashib, bir-biriga kirishib, bo'g'ziga yopishib qolgan odam kabi himoyasiz bo'lib, borgan sari ziqnalashib, qalbi torayib boradi. U turli yo'llar bilan o'ziga taskin istaydi, ammo ilojini topa olmaydi. وبه إليه قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. Said ibn Abu Burda otasidan, u bobosidan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam har bir musulmonning zimmasida sadaqa bor dedilar. Ey Allohning nabiysi, topmagan kishi-chi deyishdi. Qo'li bilan mehnat qiladi, shunda o'ziga ham foyda keltiradi, sadaqa ham qiladi dedilar. Imkon topa olmasa-chi deyishdi. Boshiga ish tushgan hojatmandga yordam beradi dedilar. Imkon topa olmasa-chi deyishdi. U holda ma'ruf ish qilsin va yomonlikdan tiyilsin. Mana shu uning uchun sadaqadir dedilar. وبه إليه قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاه فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاه. فقال هاتي فقد بلغت محلها. Ummu Atiya roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nusayba Ansoriyaga bitta qo'y yuborildi. U esa undan Oysha roziyallohu anhoga yubordi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sizlarda biron narsa bormi dedilar. Men yo'q, faqat Nusayba ana u qo'ydan yuborgan narsa bor dedim. U zot olib kel, u ko'zlangan joyga yetib bo'lgan dedilar. وبه إليه قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. Anas roziyallohu anhu shunday deb so'zlab berdi. Abu Bakr roziyallohu anhu unga, ya'ni Anasga Alloh o'z rasuli sallallohu alayhi vasallamga buyurgan narsani yozib yubordi. Kimning beradigan zakoti binti Mahozga yetsa-yu, unda shunaqasi bo'lmasa, lekin binti Labuni bo'lsa, undan o'sha qabul qilinadi-da, zakot yig'uvchi unga 20 dirham yoki 2 qo'y qaytaradi. Agar unda talabidagidek binti Mahoz bo'lmasa, lekin ibn Labun bo'lsa, undan o'sha qabul qilinib, bunga biror narsa qo'shilmaydi. Izoh: tuyalar arab xalqining hayotida g'oyatda muhim ahamiyat kasb etgan bo'lib, bu hol arab tiliga ham kuchli ta'sir ko'rsatgan. Keng imkoniyatlarga ega bo'lgan arab tilida bu ta'sir ostida tuyalarning jinsi, yoshi, miqdori va boshqa sifatlarini ifodalash uchun ko'pgina so'zlar paydo bo'lgan. Ularni tarjimada to'g'ri ifodalash qiyinligi tufayli mazkur so'zlar asl holicha qoldirildi. Binti Mahoz 1 yoshga to'lib 2 yoshga o'tgan urg'ochi tuya. Binti Labun 2 yoshga to'lib 3 yoshga o'tgan urg'ochi tuya. Binti ibn Mahoz 1 yoshga to'lib 2 yoshga o'tgan erkak tuya. Ibn Labun esa 2 yoshga to'lib 3 yoshga o'tgan erkak tuyadir. وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. Anas roziyallohu anhu aytadiki, Abu Bakr roziyallohu anhu u kishiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz qilgan narsani mollari aralashgan 2 kishi haqqini ulushiga mutanosib ravishda qaytarib oladi deb yozib bergan ekanlar. وفي رواية عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. Hozir buni o'qidik. Yuqoridagi hadis Anas roziyallohu anhu shunday aytib so'zlab beradilar. Abu Bakr roziyallohu anhu unga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz qilgan narsani zakot ko'payib yoki ozayib ketishidan qo'rqib, molini ajratganlarniki qo'shilmaydi, qo'shilganlarniki ajratilmaydi deb yozib yubordilar. وبه إليه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. Abu Said Khudri roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir Arabiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hijrat haqida so'radi. Shunda u zot, "Sho'ring qursin, buning ishi qattiq, zakotini ado etib turgan tuyalaring bormi?" dedilar. U, "Ha" dedi. U zot, "Dengizlar ortida bo'lsa ham amal qilaver. Zotan Alloh sening amalingdan biror narsani zinhor kamaytirmaydi" dedilar. وبه إليه قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم
من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. Anas roziyallohu anhu aytadiki, Abu Bakr roziyallohu anhu u kishiga Alloh o'z rasuli sallallohu alayhi va sallamga buyurgan farz zakotni quyidagicha yozib bergan. Kimning qo'lidagi tuyalar jazoani zakot qilib beradigan darajaga yetsa-yu, uning jazoasi bo'lmay hiqqasi bo'lsa, u holda undan hiqqa qabul qilinadi va u bunga yana imkoni bo'lsa, 2 qo'y, bo'lmasa 20 dirham qo'shib beradi. Kimning qo'lidagilari hiqqani zakot qilib beradigan darajaga yetsa-yu, uning hiqqasi bo'lmay jazoasi bo'lsa, u holda undan jazoa qabul qilinadi-da, zakot yig'uvchi unga 20 dirham yoki 2 qo'y qaytarib beradi. Kimning qo'lidagilari hiqqani zakot qilib beradigan darajaga yetsa-yu, uning hiqqasi bo'lmay binti labuni bo'lsa, undan binti labun qabul qilinadi va u yana 2 qo'y yoki 20 dirham beradi. Kimning zakoti nisobi binti labunga yetsa-yu, uning hiqqasi bo'lsa, undan hiqqa qabul qilinadi va zakot yig'uvchi unga 20 dirham yoki 2 qo'y qaytarib beradi. Kimning zakoti nisobi binti labunga yetsa-yu, unda bunaqasi bo'lmay binti mahoz bo'lsa, undan binti mahoz qabul qilinadi va u bunga yana 20 dirham yoki 2 qo'y ham qo'shib beradi. Hadisda kelgan jazoa 4 yoshga to'lib 5 yoshga o'tgan urg'ochi tuya, hiqqa esa 3 yoshga to'lib 4 yoshga o'tgan urg'ochi tuyani bildiradi. وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطى. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. Anas roziyallohu anhu shunday so'zlab berdi. Abu Bakr u kishini Bahraynga yuborgach, ushbu maktubni yozib yuborgan. Bismillahirrohmanirrohim. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarga farz qilgan va Alloh o'z rasuliga amr qilgan farz zakotdir. Bas, bu narsa musulmonlar ichida kimdan me'yorida so'ralsa bersin. Undan tepasi so'ralsa bermasin. 24 ta va undan kam tuyadan har 5 tasi uchun bitta qo'y. 25 taga yetsa 35 tagacha bitta binti maxos. 36 taga yetsa 45 tagacha bitta binti labun. 46 taga yetsa 60 tagacha nor tuyaga qo'yiladigan bitta hiqqa. 61 taga yetsa 75 tagacha bitta jazaa. 76 taga yetsa 90 tagacha ikkita binti labun. 91 taga yetsa 120 tagacha nor tuyaga qo'yiladigan ikkita hiqqa. 120 dan oshsa har 40 tasi uchun bitta binti labun, har 50 tasi uchun bitta hiqqa. Kimda 4 tadan ortiq tuya bo'lmasa, egasi xohlamasa, ular uchun zakot yo'q. Tuya 5 taga yetsa, bundan bitta qo'y. Qo'yning zakoti esa yaylovda boqiladiganlardandir. 40 ta bo'lsa 120 tagacha bitta qo'y. 120 tadan ortsa 200 tagacha ikkita qo'y. 200 tadan ortsa 100 ta 300 tagacha 3 ta. 300 tadan ortsa har 100 tasidan bitta qo'y. Kishining yaylovda boqiladigan qo'yi bir kam 40 ta bo'lsa, egasi xohlamasa, ulardan zakot yo'q. Kumush tangada 10dan birining 4dan biri. Agar 190 tangadan boshqa dirhami bo'lmasa, egasi xohlamasa, bunda hech narsa yo'q. وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. Anas roziyallohu anhu so'zlab berdiki, Abu Bakr roziyallohu anhu u kishiga Alloh o'z rasuli sallallohu alayhi va sallamga buyurgan zakotni quyidagicha yozib bergan. Agar zakot yig'uvchi istamasa, zakot uchun qari, nuqsonli hayvon ham, qo'chqor ham chiqarilmaydi. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث بعث معاذ إلى اليمن تقدم. وفي هذه الرواية قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، وذكر باقي الحديث ثم قال في آخره وتوقى كرائم أموال الناس. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Muoz roziyallohu anhuni Yamanga yuborayotib shunday dedilar: Albatta sen ahli kitob qavmining oldiga borasan. Ularni birinchi da'vat qiladigan narsang Allohga ibodat qilish bo'lsin. Qachonki ular Allohni tanishsa, Alloh ularga bir kecha kunduzda 5 namozni farz qilganini ayt. Qachon buni bajarsalar, Alloh ularga mollaridan olib, kambag'allarga qaytariladigan zakotni farz qilganini ayt. Qachonki bunga itoat etsalar, ulardan zakot ol va odamlarning sara mollaridan ehtiyot bo'l. وبه إليه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله،
أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadi: Abu Talha Madinada ansorlarning xurmosi eng ko'p edi. Mollarining unga eng suyuklisi esa Bayruho bo'lib, u masjidning ro'parasida edi. Bayruho bog'ning nomi. Ayrim manbalarda uning nomi biroz boshqacharoq ham kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga kirar va undagi shirin suvdan ichar edilar. Ushbu o'zingiz yaxshi ko'rgan narsadan nafaqa qilmaguningizcha yaxshilikka erisha olmassiz oyati nozil bo'lganida Abu Talha turib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bordi va ey Allohning rasuli, Alloh taboraka va taolo o'zingiz yaxshi ko'rgan narsadan nafaqa qilmaguningizcha yaxshilikka erisha olmassiz demoqda. Mening uchun mollarimning eng suyuklisi Bayruhodir. U Alloh uchun sadaqa bo'lsin. Allohning huzurida uning yaxshiligini va zaxira bo'lishini umid qilaman. Ey Allohning rasuli, uni Alloh sizga ko'rsatgan joyiga ishlating, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juda zo'r. Mana shu foydali moldir. Mana shu foydali moldir. Men aytganingni eshitdim. Menga qolsa, uni qarindoshlaringga sadaqa qil, dedilar. Abu Talha shunday qilaman ey Allohning rasuli, dedi. Keyin Abu Talha uni qarindoshlari va amakivachilari o'rtasida taqsim qilib berdi. وبه إليه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى تقدم. وفي هذه الرواية قال فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة بن مسعود. قال نعم إذنوا لها. فأذن لها. قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. Abu Said Khudri roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qurbonlik yoki fitr kuni namozgohga chiqdilar. So'ng namozdan chiqib odamlarga va'z nasihat qildilar va ularni sadaqaga buyurib, ey odamlar, sadaqa qilinglar dedilar. So'ng ayollarning yonidan o'tib, ey ayollar jamoasi, sadaqa qilinglar. Zotan men do'zax ahlining aksariyati sizlar ekaningizni ko'rdim dedilar. Ular bu nima sababli ey Allohning rasuli deyishdi. U zot la'natni ko'p aytasiz, erga kufronalik qilasiz. Aqli va dini noqislar ichida qat'iyatli erkakning aqlini sizdan ko'ra ketkazuvchiroq hech kimni ko'rmadim. Ey ayollar jamoasi dedilar. So'ng qaytdilar. Uylariga yetib borganlarida Ibn Mas'udning ayoli Zaynab kelib huzurlariga izn so'radi. Ey Allohning rasuli, bu Zaynab deyishdi. Zaynablarning qaysinisi dedilar. Ibn Mas'udning ayoli deyishdi. Ha, unga izn beringlar dedilar. Unga izn berildi. U, ey Allohning nabiyisi, siz bugun sadaqaga buyurdingiz. Menda o'zimga tegishli bir taqinchoq bor. Uni sadaqa qilmoqchi bo'lgan edim. Ibn Mas'ud uni sadaqa qilishimga eng haqlilar uning o'zi va bolasi ekanini aytdi, dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ibn Mas'ud to'g'ri aytibdi. Uni sadaqa qilishingga eng haqli kishilar ering va bolangdir dedilar. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam musulmonning zimmasida oti va g'ulomi uchun zakot yo'q dedilar. Izoh:
imom Abu Yusuf va imom Muhammad rahmatulloh alayhimo ushbu hadisni dalil qilib otdan zakot berilmaydi deyishgan. Abu Hanifa rahmatulloh alayhi esa imom Doraqutni rivoyat qilgan yaylovda o'tlaydigan har bir otda 1 dinor yoki 10 dirham zakot bor degan hadisni dalil qilib yaylovda o'tlaydigan otdan zakot beriladi. Yuqoridagi hadisda esa ulov va harbiy maqsadlarda ishlatilayotgan otlar nazarda tutilgan deb aytganlar. Hidoyada xuddi shu narsa keltirilgan. وبه إليه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرأينا أنه ينزل عليه قال فمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. Abu Sa'id Khudri roziyallohu anhu bunday so'zlab berdi. Bir kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam minbarga o'tirdilar. Biz atroflariga o'tirdik. U zot mendan keyin sizlar haqingizda qo'rqadigan narsalarimdan biri sizlarga dunyo go'zalligi va ziynatlarining ochilishidir dedilar. Bir kishi ey Allohning rasuli yaxshilik ham yomonlik keltiradimi dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sukut qilib qoldilar. Shunda unga nima bo'ldi? Sen Nabiy sallallohu alayhi va sallamga gapiryapsan, lekin u zot senga gapirmayaptilar-ku deyishdi. Qarasak, u zotga vahiy nozil bo'layotgan ekan. Keyin u zot sharros oqqan terni o'zlaridan artdilar-da, haligi odamni maqtagandek, savol bergan kishi qani dedilar. So'ngra aslida yaxshilik yomonlik keltirmaydi. Jilg'a undiradigan narsalar ichida o'ldiradigani yoki shunga yaqin olib keladiganlari ham bor. Faqat o't o'lanni me'yorida yeydigan hayvon bundan mustasno bo'lib, u yeyaveradi. Nihoyat ikki biqini qappaygach quyoshga toblanadi. U yumshoq tezak tashlaydi, bavul qiladi va o'tlaydi. Albatta, bu mol dunyo barradir, totlidir. Musulmon qanday yaxshi sohibki, u undan miskinga, yetimga va yo'qsil yo'lchiga beradi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shu yo shunga o'xshash gaplar aytdilar. Zotan kim uni haqsiz ravishda o'zlashtirib olsa, u xuddi yesa ham to'ymaydigan kishiga o'xshaydi. U mol qiyomat kuni uning zarariga guvoh bo'ladi dedilar. وبه إليه قال عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما حديثها المتقدم قريبا وقالت في هذه الرواية انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري فسأله فقال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. Amr ibn Horisdan rivoyat qilinadi. Abdullohning ayoli Zaynab dedi: Majlisda edim, masjidda edim. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ko'rdim. U zot taqinchoqlaringizdan bo'lsa ham sadaqa qiling dedilar. Zaynab Abdullohga va qaramog'idagi yetimlarga infoq qilar edi. Abdullohga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'rab beringchi, sizga va qaramog'imdagi yetimlarga infoq qilsam men uchun sadaqaga o'tadimi dedi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'zing so'ra dedi.
Zaynab aytadi, shunda men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga jo'nadim. Eshik oldida bir ansoriya ayolni uchratdim. Uning hojati ham mening hojatimdek ekan. Oramizdan Bilol o'tib qoldi. Shunda biz Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'rab berchi, erim va qaramog'imdagi yetimlarga infoq qilsam, men uchun sadaqaga o'tadimi? Bizni aytib o'tirma dedik. U kirib, u zotdan so'radi. U zot esa, ular kim dedilar. Zaynab dedi. Zaynablarning qaysinisi dedilar. Abdullohning ayoli dedi. U zot, ha, unga 2 ajr bor. Qarindoshlik ajri va sadaqa ajri dedilar. وبه إليه قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. Salama roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Men ey Allohning rasuli, Abu Salamaning farzandlariga nafaqa qilsam menga ajr bo'ladimi? Chunki ular mening bolalarimdir dedim. Shunda u zot ularga nafaqa qilaver. Ularga nafaqa qilganingning senga ajri bor dedilar. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sadaqaga buyurdilar. Ibn Jamil, Xolid ibn Valid va Abbos ibn Abdul Muttolib berishmadi deyishdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ibn Jamil o'zi faqir bo'lib, keyin Alloh va uning rasuli uni boy qilib qo'ygani uchungina inkor qilyapti. Xolidga kelsak, siz Xolidga zulm qilyapsiz. U sovutlari va urush anjomlarini Alloh yo'liga atab qo'ygan. Abbos ibn Abdul Muttolib Rasulullohning sallallohu alayhi vasallam amakisidir. Uning zimmasida sadaqa bor va u yana o'shancha beradi dedilar. وبه إليه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Abu Sa'id Xudri roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir guruh ansorlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan narsa so'rashgan edi, u zot ularga berdilar. Keyin yana so'rashdi, ularga yana berdilar. Nihoyat u zotning huzurlaridagi narsalar tugadi. Shunda u zot, huzurimda biror yaxshilik bo'lsa, uni sizlarga bermay saqlab qolmayman. Kim iffat talab bo'lsa, Alloh uni iffatli qilur. Kim o'zini behojat tutsa, Alloh uni behojat qilur. Kim sabr talab qilsa, Alloh uni sabrli qilur. Hech kimga sabrdan ko'ra yaxshi va keng qamrovli ato berilmagan dedilar. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, albatta birovingizning arqon olib yelkasida o'tin ortib kelgani birovning oldiga borib bersa bermasa tilanganidan yaxshiroqdir dedilar. وفي رواية عن الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam birovingizning arqon olib, yelkasida bir bog'lam o'tin olib kelib sotgani va bu bilan Alloh uning sha'nini saqlagani berishsa, berishmasa odamlardan tilanganidan yaxshiroqdir dedilar. وبه إليه قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه. Urva ibn Zubayr va Said ibn Musayyabdan rivoyat qilinadi. Hakim ibn Hizom roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'ragan edim, berdilar. Yana so'ragan edim, yana berdilar. So'ngra yana so'ragan edim, yana berdilar. Keyin: "Ey Hakim, albatta bu mol dunyo barradir, totlidir. Kim uni nafs to'qligi bilan olsa, unga bunda baraka beriladi. Kim uni nafs ochligi bilan olsa, unga bunda baraka berilmaydi. Xuddi yeb to'ymasga o'xshaydi. Yuqori qo'l quyi qo'ldan yaxshidir" dedilar. Men: "Ey Allohning rasuli, sizni haq ila yuborgan zotga qasamki, sizdan so'ng to dunyoni tark etgunimcha hech kimdan hech narsa olmayman" dedim. Abu Bakr roziyallohu anhu Hakimni ato olishga chaqirar, u esa uni qabul qilishdan bosh tortar edi. So'ngra uni Umar roziyallohu anhu ato berish uchun chaqirdi. U undan ham biror narsa qabul qilishdan bosh tortdi. Shunda Umar: "Ey musulmonlar jamoasi, albatta men sizlarni Hakimga guvoh qilaman. Men mana bu o'ljadan unga haqqini taklif qilsam, u uni olishdan bosh tortyapti" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ng Hakim to vafot etgunicha hech bir odamdan biror narsa olmadi. Ato degani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida to'plangan o'lja, sadaqa, hadiya va boshqa narsalardir. وبه إليه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. Umar roziyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga ato berib turar edilar. Men: "Buni mendan ko'ra kambag'alroq kishiga bering" der edim. Shunda u zot: "Buni olaver. O'zing ko'z tikmagan va so'ramagan holda bu moldan senga nima kelsa, uni olgin. Aks holda nafsingni unga bog'lab qo'yma" dedilar. وبه إليه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. Abdullah ibn Umar roziyallohu anhuma dedi: Nabiy sallallohu alayhi vasallam: kishi odamlardan tinmay tilanaversa, qiyomat kuni yuzida bir parcha ham go'shti yo'q holda keladi dedilar. U zot dedilar: albatta qiyomat kunida quyosh yaqinlashib, ter quloqning yarmigacha yetadi.
Odamlar mana shu holda Odamdan, keyin Musodan, keyin Muhammaddan sallallohu alayhi vasallam yordam so'raydilar. Abdulloh quyidagilarni qo'shimcha qilgan. Shunda u zot xaloyiq o'rtasida hukm qilinishi uchun shafoatchilik qiladilar. Yurib borib eshikning halqasidan ushlaydilar. Ana o'sha kunda Alloh u zotni mahshar ahlining barchasi maqtaydigan maqomi mahmudda tiriltiradi. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlar orasida aylanib yuradigan, bir ikki luqma, bir ikki xurmo bilan qanoatlanadigan kishi miskin emas. Miskin o'zini behojat qiladigan, boylik ham topa olmagan, hojatmandligi bilinmaganidan sadaqa ham qilinmaydigan, o'zi ham turib borib odamlardan so'ramaydigan kishidir dedilar. وبه إليه قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله، فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال الراوي كلمة معناها أشرف على المدينة، فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو قال دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. Abu Humayd Soidiydan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan Tabuk g'azotiga chiqdik. U zot Vodil Quroga kelganlarida o'z bog'ida turgan bir ayolga duch keldilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablariga chamalanglar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni 10 vasaq chamaladilar-da ayolga bundan chiqadigan narsani hisobla dedilar. Tabukka kelganimizda: "Hoy, bu kecha qattiq shamol esadi. Hech kim o'rnidan turmasin. Kimda tuya bo'lsa, uni bog'lab qo'ysin" dedilar. Biz ularni bog'lab qo'ydik. Qattiq shamol esdi. Bir kishi o'rnidan turgan edi, shamol uni Tay tog'iga uloqtirib yubordi. Ayla podshohi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga oq xachir sovg'a qildi va burda kiydirdi. U zot unga ularning o'z yurtida qolishlari haqida ahdnoma yozib berdilar. Vodil Quroga kelganlarida haligi ayolga bog'ing qancha chiqdi dedilar. 10 vasaq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chamallaganlaridek dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Men Madinaga shoshyapman. Sizlardan kim men bilan tezroq borishni istasa shoshilsin" dedilar. Madinaga yaqin kelganlarida Ibn Bakkor shu ma'nodagi gapni aytgan edi. Bu tavbadir dedilar. Uhudni ko'rib, bu shunday tog'chaki, u bizni yaxshi ko'radi, biz ham uni yaxshi ko'ramiz. Menga qaranglar, sizlarga ansorlarning eng yaxshi xonadonlarini aytaymi dedilar. Ha deyishdi. U zot: Banu Najjor xonadonlari,
keyin Banu Abdulashhal xonadonlari, keyin Banu Soida yoki Banu Horis ibn Hazraj xonadonlari ansorlarning har bir xonadonida bor dedilar. Ya'ni yaxshilik bor demoqchi bo'ldilar. وبه إليه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. Solim ibn Abdullah roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam osmon va buloqlar sug'organ yoki lalmi yerdan suv ichadigan narsalardan ushur, suv tashib sug'oriladigan narsalardan yarim ushur vojib dedilar. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Xurmo terimi vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xurmo keltirilar edi. Bunisi ham o'z xurmosini, unisi ham o'z xurmosini olib kelar edi. Hatto u zotning huzurlarida xurmodan uyum hosil bo'lar edi. Bir kuni Hasan va Husayn roziyallohu anhuma o'sha xurmolarni o'ynay boshlashdi. Keyin birlari bitta xurmoni olib og'ziga soldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'rib xurmoni uning og'zidan chiqarib tashladilar-da, Muhammadning sallallohu alayhi vasallam oilasi sadaqa yemasligini bilmasmiding dedilar. وبه إليه قال عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. Zayd ibn Aslam otasidan rivoyat qiladi. Umar roziyallohu anhuning shunday deyotganini eshitdim. Allohning yo'lida bir kishiga ot mindirib yubordim. Egasi uni uvol qildi. Men uni sotib olmoqchi bo'ldim. Uni arzon sotadi deb o'yladim. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan edim, u zot sotib olma, sadaqangni qaytarib olma. Garchi uni senga 1 dirhamga bersa ham, sadaqasini qaytarib olgan xuddi qusug'ini qaytib olgan kabidir dedilar. Izoh: fiqhga ko'ra bergan sadaqasini qaytarib sotib olish joiz, lekin sotib olmaslik afzal. Chunki bunda arzon sotib olish niyati bo'lishi mumkin. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها. Ibn Abbos roziyallohu anhumadan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Maymunaning ozod qilgan cho'risiga sadaqadan berilgan qo'yning o'ligini ko'rdilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam buning terisidan foydalansang-chi dedilar. U harom o'lgan deyishdi. Uni yeyish harom xolos dedilar. وبه إليه قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. U kishi Barirani ozod qilish uchun sotib olmoqchi bo'libdi. Uning xo'jayinlari valosini shart qilmoqchi bo'lishibdi. Oysha buni Nabiy sallallohu alayhi vasallamga aytibdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam unga uni sotib olaver, chunki valo ozod qilgannikidir debdilar. Oysha roziyallohu anha aytadi: Nabiy sallallohu alayhi vasallamga go'sht keltirildi.
men bu bareraga sadaqa qilingan narsa dedim. Shunda u zot, bu uning uchun sadaqa, biz uchun esa hadyadir dedilar. Izoh: valo ozod qilish yoki muvolot tufayli hosil bo'ladigan hukmiy qarindoshlikdir. Valo natijasida merosxo'rlik, xun to'lash, nikoh valiyligi kabi huquq va burchlar yuzaga keladi. Hanafiy mazhabiga ko'ra valo ikki xil bo'ladi. Birinchisi ozod qilish valosi, ya'ni birovni qullikdan ozod qilish. Ikkinchisi muvolot valosi, ya'ni bir shaxsning ikkinchi shaxs bilan agar sen jinoyat qilsang, tovon mening zimmamda, o'lsang merosing meniki bo'ladi deb shartlashishidir. وبه إليه قال حديث معاذ وبعثه إلى اليمن تقدم. وفي هذه الرواية واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabalni Yamanga yuboratib unga dedilar: albatta sen ahli kitob qavmining oldiga borasan. Ularning huzuriga borganingda ularni Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad Allohning rasuli deb guvohlik berishga da'vat qil. Agar ular senga bunda itoat etishsa, Alloh ularga bir kecha kunduzda 5 namozni farz qilganini ayt. Agar ular senga bunda ham itoat etishsa, Alloh boylaridan olinib kambag'allariga qaytariladigan sadaqani ularga farz qilinganini ayt. Agar ular senga bunda itoat etishsa, zakot olishda sara mollaridan ehtiyot bo'l. Mazlumning duosidan saqlan, chunki u bilan Allohning o'rtasida parda yo'qdir dedilar. وبه إليه قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. Abdullah ibn Abu Awfodan rivoyat qilinadi. Biror qavm Nabiy sallallohu alayhi va sallamga o'z sadaqasini olib kelsa, Allohim falonchining oilasini yorlaqagin der edilar. Otam u zotga o'z sadaqasini olib kelgan edi, u zot Allohim Abu Awfoning oilasini yorlaqagin dedilar. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadi. Banu Isroildan bir kishi Banu Isroilning biridan 1000 dinor qarz berib turishni so'radi. U o'shani berdi. Keyin u dengizga chiqdi. Ulov topa olmay bir yog'och olib uni teshdi va 1000 dinorni uning ichiga tiqib uni dengizga otdi. Unga qarz bergan kishi ham sohilga chiqdi. Qarasa bir yog'och. Uni ahliga o'tin sifatida olib keldi. Keyin uni yorgan edi, haligi molni topdi. وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tilsizlarda to'lov yo'q, quduqda to'lov yo'q, ma'danda to'lov yo'q, rikozda xumus bor dedilar. Izoh: tilsizlar deganda hayvon va qushlar nazarda tutilgan bo'lib, ular keltirilgan zararga egalari sababchi bo'lmasa tovon to'lanmaydi. Quduqda to'lov yo'q deganda bir odam o'ziga qarashli yerdan quduq qazdirayotganda qazuvchi ish jarayonida o'lib qolsa, qazdirayotgan odam buning uchun tovon to'lamasligi nazarda tutilgan. Shuningdek, o'sha quduqda odam yoki biror buyum tushib ketsa ham quduq qazdirgan kishi bunga mas'ul bo'lmaydi. Ma'danda to'lov yo'q degan jumlani ulamolar ikki xil izohlashgan. Jumhur ulamo ma'dan topib olgan kishi uning 5 dan 1ni g'aznaga topshirmaydi degan.
Hanafiylar esa bu yerda ham quduqdagi holat nazarda tutilgan. Masalan, bir kishi birovni ma'dan qazishga yollasa-yu, qazuvchi ish jarayonida o'lib qolsa, qazdiruvchi uning tovonini to'lamaydi deyishgan. Rikoz deb esa jumhurning nazdida johiliyat ahli yashirgan dafinalarga aytiladi. Hanafiylar esa ma'danlar ham rikozga kiradi deyishgan. Ayrim mutaxassislarning aytishicha ushbu xilof rikoz so'zining ma'nosidan kelib chiqqan. Chunki Hijoz ahli rikoz deganda faqat johiliyat dafinalarini nazarda tutgan. Iroqliklar esa dafinani ham, ma'danni ham rikoz deyishgan. Bu o'rinda jumhurning so'zi quvvatli, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hijoz tilida so'zlaganlar. Sallallohu alayhi vasallam. وبه إليه قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه. Abu Humayd Saudi roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Asad qabilasidan Ibn Lutbiya degan bir kishini Banu Sulaymning sadaqasini yig'ishga omil, ya'ni zakot qiluvchi qilib tayinladilar. U kelgach, u zot uni sarhisob qildilar. وبه إليه قال عن أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. Anas ibn Malik roziyallohu anhu so'zlab berdi. Abdulloh ibn Talhani olib, tanglayini ko'tarib qo'ysinlar deb ertalab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga borsam, u zot qo'llarida tamg'a bosadigan asbob bilan sadaqa tuyalariga tamg'a bosayotganlarining ustidan chiqibman. أبواب صدقة الفطر. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fitr zakotini musulmonlardan qulga ham, hurga ham, erkakka ham, ayolga ham, kichikka ham, kattaga ham xurmodan bir so yoki arpadan bir so deb farz qildilar. Va uning odamlar Eid namoziga chiqishlaridan oldin ado etilishini buyurdilar. وبه إليه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. Abu Said Khudri roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida fitr kuni bir so yegulik berar edik. Yeguligimiz arpa, mayiz, aqit va xurmo bo'lar edi. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam arpadan bir so yoki xurmodan bir so fitr sadaqasini katta yu kichikka, huru qulga farz qilgandilar. سماع الحديث عن المصطفى به قد رجوا حصول الشفاء فعنه أخذنا الهدى والتقى ومنه عرفنا والوفاء ونقل الحديث بلفظ الرواة كؤوس تدار لشرب الصفا وأهل الحديث هم الأولياء محل العناية والاصطفاء غيرهم وإن
موه القول أو زخرفا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله جزاك الله عنا خير الجزاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله جزاك الله عنا خير الجزاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله جزاك الله عنا خير الجزاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله جزاك الله عنا خير الجزاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله جزاك الله عنا خير الجزاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله جزاك الله عنا خير الجزاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله جزاك الله عنا خير الجزاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله جزاك الله عنا خير الجزاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله جزاك الله عنا خير الجزاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله جزاك الله عنا خير الجزاء. كتاب الحج. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. Abdullah ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Fazl Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqalariga mengashib olgan edi. Hasamdan bir ayol kelib qoldi. Fazl unga qaray boshladi. U ham bunga qarardi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Fazlning yuzini asta boshqa tarafga burib qo'ydilar. U ayol: "Ey Allohning rasuli, Allohning haj borasida bandalari zimmasidagi farzi otamga u qartayib, tuyada o'tira olmaydigan bo'lganida yetdi. Uning nomidan haj qilsam bo'ladimi?" dedi. U zot: "Ha" dedilar. Bu vidolashuv hajda bo'lgan edi. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائما. Ibn Umar roziyallohu anhuma aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Zulhulayfada ulovlariga minayotganlarini, so'ng ulov u zotni ko'tarib tiklanib olgach talbiya aytayotganlarini ko'rdim.
وبه إليه قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. Sumoma ibn Abdullah ibn Anasdan rivoyat qilinadi. Anas roziyallohu anhu ulovda haj qildi. U xasis emasdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ulovda haj qilganlarini va ulov u zotning yuklarini tashiganini so'zlab berdi. Izoh xasis emas edi deyilishiga sabab shuki, Anas roziyallohu anhu imkonlari bo'la turib, ulov ustida taxtiravonda emas, oddiy egarda yo'lga otlangan ekanlar. Biroq bu ziqnalikdan emas, balki u kishining kamtarliklariga dalolat etadi. وبه إليه قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لا لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. Mo'minlarning onasi Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. U kishi: "Ey Allohning rasuli, biz jihodni eng afzal amal deb bilamiz. Jihod qilmaymizmi?" dedi. U zot: "Yo'q, ammo jihodning afzali mabrur hajdir" dedilar. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi: Nabiy sallallohu alayhi vasallamning kim Alloh uchun haj qilsa-yu shahvoniy narsalar hamda fosiqlik qilmasa, onasidan tug'ilgan kundagidek bo'lib qaytadi deyotganlarini eshitdim. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Madina ahli uchun Zulhulayfani, Shom ahli uchun Juhfani, Najd ahli uchun Qarnul Manozilni va Yaman ahli uchun Yalamlamni miqot qilib belgiladilar. Bular o'sha yerliklar uchun hamda boshqa yerlardan bu yerlarga haj va umra qilmoqchi bo'lib kelganlar uchundir. Kim buning ichida bo'lsa, uning miqoti qasd qilgan joyidandir. Hatto Makka ahliniki Makkadandir. Izoh: Hanafi mazhabi bo'yicha miqotdan tashqaridagilar haj yoki umrani niyat qilgan bo'lsa ham, niyat qilmasa ham Makkaga kirmoqchi bo'lsa, ihromda bo'lishi vojibdir. Zero Ibn Abu Shayba va Imom Tabaroniy rahmatullohi alayhimoning rivoyatlarida kelgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam har bir kishi miqotdan ihrom bog'lagan holdagina o'tadi deganlar. Makkaliklarning haj uchun miqoti Makka, umra uchun miqoti esa Hil, ya'ni miqot va haram oralig'idir. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning: "Ey Abdurrahmon, singlingni olib borib, uni Tan'imdan umra qildir" degan gaplari bunga dalil bo'ladi. Hidoya, Fayzul Bori, Nasbur Roya kitoblarida. وبه إليه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. Nofi'dan rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Umar roziyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zulhulayfadagi Bathoda tuyalarni cho'ktirib, o'sha yerda namoz o'qidilar dedi. Abdullah ibn Umar roziyallohu anhuma ham shunday qilar edi. Batho vodiydagi mayda toshli keng o'zan suv yo'lidir. Zulhulayfadagi ma'lum joy ham Batho deb aytiladi. وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. Abdullah ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinadan Shajara yo'li orqali chiqib,
Muarras yo'lidan kirar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga chiqqanlarida Shajara masjidida namoz o'qir edilar. Qaytganlarida esa Zulhulayfada vodiyning ichida namoz o'qir edilar va tong otguncha shu yerda tunar edilar. Shajara Makka bilan Madina yo'lidagi joy nomi. Muarrasning ma'nosi safar asnosida tunash uchun, dam olish uchun tushiladigan joydir. U Zulhulayfadagi bir mavzi bo'lib, u yerda yo'lovchilar tunashgan. Bu ikki joy Madinadan 6 mil, ya'ni 11,188 kilometr uzoqlikdagi joydir. وبه إليه قال عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadi: Nabiy sallallohu alayhi vasallamning Aqiq vodiysida shunday deyayotganlarini eshitganman. Bu kecha Robbim tarafidan kimdir kelib, bu muborak vodiyda namoz o'qi va hajga qo'shib umra qilaman deb ayt dedi. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة. Musa ibn Uqba bunday so'zlab berdi. Solim ibn Abdullah otasi roziyallohu anhudan rivoyat qilib dedi: Nabiy sallallohu alayhi vasallam Zulhulayfadagi Muarrasda vodiyning ichida ekanliklarida u zotga tush ko'rsatilib, albatta sen muborak badhodasan deyildi. Solim otasi Abdullohning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dam olishga to'xtagan joyini qidirib, tuyasini cho'ktirgan joyni tanlab, tuyalarimizni o'sha yerga cho'ktirdi. U joy vodiy ichidagi masjiddan quyiroqda, ular ya'ni tunaydiganlar bilan yo'lning qoq o'rtasida ekan. وبه إليه قال عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلي فجئت وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخلت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. Ibn Jurayj shunday xabar beradi. Hatto menga shunday xabar qildi. Safvon ibn Ya'lo quyidagicha xabar qilgan. Ya'lo roziyallohu anhu Umar roziyallohu anhuga Nabiy sallallohu alayhi vasallamga vahiy qilinayotgan vaqtda u zotni menga ko'rsat dedi. Ya'lo aytadi: Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ji'ronada edilar. U zot bilan bir necha ashablari ham bor edi. U zotga bir kishi kelib: "Ey Allohning rasuli, xushbo'yga belanib olgan holda umraga ehrom bog'lagan kishiga qanday qaraysiz?" dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir muddat jim bo'lib qoldilar. Shunda u zotga vahiy keldi. Umar menga ishora qildi. Men keldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ustilariga bir mato soyabon qilib qo'yilgan edi. Boshimni mato ichiga tiqdim. Qarasam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlari qizargan, o'zlari hansirar edilar. So'ng vahiy u zotdan asta arigach, umra haqida so'ragan qani dedilar. Bir kishi keltirildi. O'zingdagi xushbo'ylikni 3 marta yuv, jubbangni yech va hajingda qanday qilsang umrangda ham shunday qil dedilar. Atoga unga 3 marta yuvishni buyurganlarida yaxshilab tozalashni iroda qilganlarmi degan edim. Ha dedi. Ji'rona Toifdan Makkaga kirishda joylashgan shahar bo'lib, u bilan Makka oralig'i 6-7 mil keladi. U umra uchun miqot hisoblangan. Jubba esa ipak, jun va boshqa matolardan tikiladigan yoqasiz qimmatbaho ustki kiyim bo'lib, bugungi kundagi choponga o'xshash bo'lgan.
وبه إليه قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning jufti halollari Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ihrom bog'layotganlarida ihromga kirayotganlari uchun baytni tavof qilishlaridan oldin esa ihromdan chiqayotganlari uchun xushbo'ylik surib qo'yar edim dedilar. Izoh: bu yerda tosh otib, soch oldirib bo'lgandan keyingi ifoza tavofidan oldingi holat nazarda tutilgan. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. Solim otasi roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sochlarini yelimlab olib, talbiya aytayotganlarini eshitganman. Bu yerda to'zib ketmasligi, orasida hasharotlar tushmasligi uchun asal, daraxt yelimi va shu kabi yopishqoq moddalar bilan sochni moylab, yopishtirib olish nazarda tutilmoqda. Izoh: Hanafiy mazhabiga ko'ra, ihrom bog'lagandan keyin xushbo'ylik ishlatish, hasharot tushmasligi uchun sochga yopishqoq moddalarni surish, moy surish kabi ishlar jinoyat hisoblanadi. Agar bulardan birortasi sodir qilinsa, kafforati uchun qon chiqarish, ya'ni jonliq so'yish vojib bo'ladi. وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam faqat masjid oldidan, ya'ni Zulhulayfa masjidining oldidan ihrom bog'lari edilar. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Usoma roziyallohu anhu Arafotdan Muzdalifagacha Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ulovlariga mingashib olgan edi. Keyin Muzdalifadan Minogacha fazilni mingashtirib oldilar. Ikkovi ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam Aqaba toshini otguncha to'xtamay talbiya aytdilar deyishgan. وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك ل5 بقين من ذي القعدة. فقدم مكة ل4 ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. Abdullah ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sochlarini tarab, moylab, izor va ridolarini kiyganlaridan keyin ashablari bilan birga Madinadan yo'lga chiqdilar. Badanga rangi chiqadigan, za'faron bilan bo'yalgan kiyimlardan boshqa rido va izor qilib kiyiladigan biron narsadan qaytarmadilar. Zulhulayfada tong ottirib ulovlariga mindilar. Baydoga chiqqanlarida u zot ashablari bilan birga talbiya aytdilar va badanlariga ilgi osdilar. O'shanda Zulqa'daning 5 kuni qolgan edi. U zot Makkaga Zulhijjadan 4 kun o'tganda kirib bordilar. Keyin baytni tavof qildilar. Safo va Marva orasida sa'i qildilar. Badanalari borligi uchun ihromdan chiqmadilar. Chunki ularga ilgi osgan edilar. Keyin Makkaning eng tepa joyiga, Hajun yoniga tushdilar.
u zot hajga ehrom bog'lagan edilar. Ka'bani tavof qilganlaridan keyin Arafotdan qaytgunlaricha unga yaqin kelmadilar. Ashoblarini baytni hamda Safo va Marvani tavof qilishga, so'ng sochlarini qisqartirib, keyin ehromdan chiqishga buyurdilar. Bu ilgi osilgan badanasi bo'lmaganlar uchun bo'lib, ulardan kimning yonida ayoli bo'lsa, uning uchun halol bo'ldi. Shuningdek, xushbo'ylik va kiyimlar ham. وبه إليه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Abdullah ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarbiyalari bunday edi. Labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ya'ni labbay Allohim labbay labbay sening sheriging yo'q labbay albatta hamd ham ne'mat ham mulk ham senikidir sening sheriging yo'q. وبه إليه قال عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2 ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Madinadaligimizda peshinni 4 rakat o'qidilar va asrni Zulhulayfada 2 rakat o'qidilar. Keyin u yerda tong otguncha tunadilar. So'ng ulovga mindilar. Ulov u zotni ko'tarib baydoga olib chiqqanida Allohga hamd aytdilar, tasbih va takbir aytdilar. So'ngra haj va umra uchun talbiya aytdilar. Odamlar ham ikkisi uchun, ya'ni haj va umra uchun talbiya aytdilar. Makka ga kirib kelganimizda odamlarga buyurdilar. Ular ehromdan chiqishdi. Tarviya kuni kelgach, haj uchun ehromga kirishdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tuyalarini tik holida o'z qo'llari bilan so'ydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada 2 ola qo'chqor so'yganlar. Hadisda kelgan tarviya kuni yolg'on Arafa kunidir. Bu Zulhijja oyining 8-kuni bo'lib, haj amallari shu kundan boshlanadi. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي من ذي الحليفة فإذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. Nofidan rivoyat qilinadi. Ibn Umar roziyallohu anhuma Zulhulayfada bomdodni o'qiganda buyurar, ulovi hozirlanib so'ng minar edi. Ulov u kishini ko'tarib tiklaganida qiblaga yuzlanar, keyin haramga yetguncha talbiya aytar, keyin talbiyani to'xtatar edi. Nihoyat Zutuvoga kelib, tong otguncha shu yerda tunar, bomdodni o'qigach g'usl qilar edi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday qilganlarini aytar edi. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. Mujohiddan rivoyat qilinadi. Ibn Abbos roziyallohu anhumoning huzurida edik. U zotning Dajjal haqida, uning 2 ko'zining o'rtasida kofir deb yozilgan deganlarini zikr qilishdi. Ibn Abbos dedi: "Buni eshitmaganman, lekin u zot ammo Musoning vodiyga talbiya aytib tushayotganini ko'rib turgandekman" deganlar. وبه إليه قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي
فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله وأتم الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. Abu Musa roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam meni Yamandagi bir qavmga jo'natdilar. Kelganimda u zot Badhoda edilar. Shunda u zot ehromni nima deb bog'lading dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam nima deb bog'lagan bo'lsalar, o'shanga dedim. U zot senda hadiy bormi dedilar. Men yo'q dedim. Menga buyurdilar, baytni hamda Safo va Marvani tavof qildim. Keyin yana buyurdilar, ehromdan chiqib, qavmimdan bir mahram ayolning oldiga keldim. U meni tarab qo'ydi yoki boshimni yuvib qo'ydi. Keyinchalik Umar roziyallohu anhu xalifa bo'lib kelib, agar Allohning kitobini tutsak, u zot bizga tugal qilishni buyuradi. Alloh aytdi: "Haj va umrani Alloh uchun tugal ado eting." Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini tutsak, u zot hadiylarni so'ymagunlaricha ehromdan chiqmaganlar dedi. وبه إليه قال عن عائشة رضي الله عنها حديثها في الحج قد تقدم قالت في هذه الرواية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة وذكر باقي الحديث. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga haj oylarida, haj kechalari, haj makonlariga yo'lga chiqdik. Sarifga tushdik. Sarif Makkaga eng yaqin bir tepalikning nomi. Shunda u zot ashablarining oldiga chiqib, sizlardan kimda hadiy bo'lmasa-yu, umra qilishni istasa qilsin. Kimda hadiy bo'lsa, yo'q dedilar. U zotning ashablaridan uni, ya'ni umrani tutuvchi va tark qiluvchilar bo'ldi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotning ashablaridan bir necha kishi imkoni borlaridan bo'lib, ularda hadiy bor edi. Hajni umraga aylantira olmadilar. Huzurimga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kirib kelganlarida men yig'layotgan edim. U zot: "Hoy, sen nimaga yig'layapsan?" dedilar. "Sahobalaringizga aytgan so'zingizni eshitdim. Umradan to'silib qolibman" dedim. U zot: "Nima bo'ldi?" dedilar. "Namoz o'qiyapman" dedim. U zot: "Buning ziyoni yo'q. Sen ham odamning qizlaridan birisan xolos. Alloh ularga yozganini senga ham yozgan. Hajingda bardavom bo'laver. Shoyat Alloh senga uni umrani nasib qilsa" dedilar. U zotning hajlari uchun yo'lga chiqdik. Nihoyat Minoga yetib kelganimizda pok bo'ldim. Minodan chiqib baytni ifoza tavofi qildim. So'ngra u zot bilan birga oxirgi nafr kuni Minodan chiqdim. U zot borib Muhassabga tushdilar. Biz ham birga tushdik. Shunda u zot Abdurrahmon ibn Abu Bakrni chaqirib, "Singling bilan haram hududidan chiqqin. U umra uchun ihrom bog'lasin. Forig' bo'lganingizdan keyin mana shu yerga keling. Huzurimga kelguningizcha men sizlarni kutaman" dedilar. Biz yo'lga chiqdik. Nihoyat forig' bo'lib tavofni ham qilib, saharda u zotning huzurlariga yetib keldim. Shunda "Forig' bo'ldingizmi?" dedilar. "Ha" dedim. U zot ashablariga jo'nashni e'lon qildilar. Odamlar ko'chlarini olib yo'lga tushdi. U zot Madinaga qarab yurdilar. وبه إليه قال وعنها رضي الله عنها في رواية قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن قالت صفية ما أراني إلا حابستهم قال عقرا حلقا أو ما طفت يوم النحر قالت قلت بلى قال لا بأس انفري. Oysha roziyallohu anha aytadilar: Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga faqat hajni ko'zlab yo'lga chiqqan edik.
Makkaga kirib kelgach baytni tavof qildik. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadiy yetaklab kelmaganlarni ihromdan chiqishga buyurdilar. Kim hadiy yetaklab kelmagan bo'lsa ihromdan chiqdi. U zotning ayollari ham hadiy yetaklab kelishmagan edi. Shuning uchun ular ham ihromdan chiqishdi. Keyin men hayz ko'rib qolib baytni tavof qila olmadim. Hasba kechasi ey Allohning rasuli, odamlar haj ham, umra ham qilib qaytsalar, men faqat haj qilib qaytamanmi dedim. U zot Makkaga kelgan kechalarimizda tavof qilmaganmiding dedilar. Yo'q dedim. U zot unday bo'lsa akang bilan Tan'imga borib, umraga ihrom bog'la. Keyin sen bilan falon joyda uchrashamiz dedilar. Safiya roziyallohu anha aytadi: Men ham hayzim sababli ularni ushlab qolaman shekilli deb o'yladim. U zot aqro halqo qurbonlik kuni tavof qilmaganmiding dedilar. Men yo'q, qilganman dedim. U zot hech qisi yo'q, turib jo'nayver dedilar. Oysha roziyallohu anha aytadi: Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makkadan yuqorilab borayotib men bilan uchrashdilar. Men esa u yerga tushib kelayotgan edim. Yoki men ko'tarilib borayotgan edim, u zot esa tushib kelayotgan edilar degan. Hasba kechasi degani Muhassabda tunaladigan kecha. Muhassab Makka bilan Mino orasidagi vodiyning nomi bo'lib, hojilar haj amallarini tugatib Minodan qaytishda o'sha yerda tunab qolganlar. Aqro halqo shaklidan keladi. Hadisdagi bu ibora arablarda koyish ma'nosida ishlatilgan so'zlardandir. Aqro degani bo'g'izdan so'yilgur degani. Halqo esa ikki xil ma'noni bildiradi. Birinchisi sochi qirilgur, ikkinchisi bo'g'izdan bo'g'ilgur. Ammo bu iboralar arablarda o'zining asl ma'nosida, ya'ni duoibat sifatida aytilmay, oddiy koyish ma'nosida ishlatiladigan bo'lib ketgan. Bu o'zbek tilidagi tushmagur, o'lmagur degan so'zlarga to'g'ri keladi. فهمت. وبه إليه قال وفي رواية أخرى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga vidolashuv haji yo'lga chiqdik. Ichimizda faqat umra uchun ihrom bog'lagan ham, haj va umra uchun ihrom bog'lagan ham va hajning o'zi uchungina ihrom bog'laganlar ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqat haj uchun ihrom bog'lagan edilar. Biroq kimlar hajni yoki haj va umrani jamlab ihrom bog'lagan bo'lsa, to qurbonlik kunigacha ihromdan chiqmadi. وبه إليه قال عن عثمان رضي الله عنه أنه نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. Marvon ibn Hakamdan rivoyat qilinadi. Usmon va Ali roziyallohu anhumoga guvoh bo'lganman. Usmon tamattudan va ikkovini haj bilan umrani, ya'ni jamlashdan qaytarar edi. Ali buni ko'rib haj va umra uchun senga labbay deb har ikkisiga ihrom bog'ladi. U men birovning so'zini deb Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini tashlamayman dedi. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا بر الدبر وعف الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Johiliyatda haj oylarida umra qilishni yer yuzidagi eng yomon fojirlik deb bilishar edi. Ular Muharramni safar qilishar va tuzalsa dabar, ketsa asar, chiqsa safar umra qilmoqchi bo'lganga umra halol bo'lar deyshar edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam va u zotning ashablari haj uchun ihrom bog'lab Zulhijjaning 4-kuni tongda Makka ga kelishdi. Ularga uni, ya'ni hajni umra qilishni buyurdilar.
Ularga bu og'ir tuyulib, ey Allohning rasuli, qaysi ishlar halol deyishdi? U zot hammasi halol dedilar. Dabar degani tuyaning yuk ko'taruvchi ustki qismi. Haj safarida yuklarni tashigani sababli tuyaning usti shilinib, qashqa bo'ladi. Bu yerda haj oylaridan keyin o'sha jarohat tuzalib, oradan bir muddat o'tishi nazarda tutilgan. وبه إليه قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning jufti halollari Hafsa roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Ey Allohning rasuli, odamlarga nima bo'ldiki, siz umrangizning ehromidan chiqmay turib, ular umra ehromidan chiqib olishibdi, dedi. U zot, men boshimga yelim surdim, hadiyimga ilgi osdim, endi qurbonlik so'ymagunimcha ehromdan chiqmayman dedilar. Izoh: yelim surtish yuqoridagi hadisda o'tib ketdi. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن التمتع وقال نهاني ناس عنه فأمره به. قال الرجل فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة. قال فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Bizga odam so'zlab berdi. Shu'ba quyidagicha so'zlab berdi. Abu Jamra Nasr ibn Imron Zubai bizga shunday deb xabar berdi. Tamattu qilgan edim, ba'zi odamlar meni qaytarishdi. Shunda Ibn Abbos roziyallohu anhumodan so'ragan edim, u menga tamattu qilishni buyurdi. Keyin tush ko'rdim. Go'yo bir kishi menga mabrur haj va mabrur umra derdi. Ibn Abbosga aytgan edim, u Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarida dedi. Va mening huzurimda turib tur, senga molimni ulush ajratayin dedi. Shu'ba aytadi, men nima uchun dedim. U Abu Jamraga ko'rgan tushum uchun dedi. وبه إليه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا رضي الله عنه. Abu Shihob so'zlab berdi. Tamattu qilib Makkaga umra uchun keldim. Tarviyadan 3 kun oldin kirib bordik. Makkalik ba'zi kishilar menga sening hajing endi Makki bo'ladi deyishdi. Atoning huzuriga fatvo so'rab kirdim. U dedi: menga Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhumo Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan birga badanalarini haydab borganlarida u zot bilan birga haj qilganini so'zlab bergan. Ular faqat haj uchun ehrom bog'lashgan edi. U zot ularga baytni, Safo va Marvani tavof qilish hamda sochni qisqartirish bilan ehromingizdan chiqing. Keyin shu halol holingizcha turing. Tarviya kuni kelganda haj uchun ehrom bog'lang va avval qilganingizni tamattuga, ya'ni umraga aylantiring dedilar. Ular qanday qilib uni tamattuga aylantiramiz? Axir haj deb atab qo'ygan misku deyishdi. Shunda u zot, sizlar buyurganimni qiling. Hadiy haydab kelmaganimda o'zim ham sizlarga buyurganimni qilgan bo'lar edim. Lekin hadiy o'z joyiga yetib bormaguncha ehrom sababli harom qilingan biror narsa menga halol bo'lmaydi dedilar. Ular shunday qilishdi. وبه إليه قال عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. Imron roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida tamattu qildik. Shunda Qur'on nozil bo'ldi. Keyin esa bir kishi o'z fikri bilan xohlaganini aytdi. Hadisdagi Qur'on nozil bo'ldi deganda kim umradan hajgacha bahralangan, ya'ni tamattu qilgan bo'lsa, unga muyassar bo'lgan hadiy vojib oyati nazarda tutilgan. Chunki Qur'on so'zi Qur'onning hammasi uchun ham, bir qismi uchun ham ishlatilaveradi. Mazkur oyatda tamattu hajining joizligiga ochiq oydin dalil bor. Imron roziyallohu anhu shuni aytmoqchi. Ammo Umar roziyallohu anhu xalifalik davrlarida kishilarni tamattu hajdan qaytarganlar.
Bu u kishining ijtihodi bo'lib, u kishi tamattu hajini o'sha oyat nozil bo'lgan yilga xos hukm deb bilgan yoki sharoit shuni taqozo qilgan. Ko'pchilik shorihlarning aytishicha, Imron roziyallohu anhu keyin esa bir kishi deganda Umar roziyallohu anhu nazarda tutgan ekanlar. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى صلى الله عليه وسلم. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka ga yuqori davondan kirar va undan quyi davon orqali chiqib ketar edilar. Izoh: hadisda kelgan yuqori davon as-saniyatul uliya va quyi davon as-saniyatus sufla Makka atrofidagi ma'lum davonlardir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka ga yuqori joydan kirib, pastroq joydan chiqishni ma'qul ko'rganlar. نختم بهذا الحديث. وبه إليه قال عن عائشة رضي الله عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan devor, ya'ni xatim haqida u ham baytdanmi deb so'radim. U zot ha dedilar. Ularga nima bo'ldi? Uni bayt ichiga kiritishmagan dedim. U zot qavmingning nafaqasi yetmagan dedilar. Nega eshigi ko'tarib qo'yilgan dedim. U zot buni qavming istaganini kiritib, istamaganiga monelik qilish uchun qilgan. Qavming johiliyatdan endigina chiqqan bo'lmaganida ular buni singdira olmaydi deb qo'rqmaganimda devorni baytning ichiga kiritib, eshigini yerga yopishtirib qo'yardim dedilar. Hadisda kelgan xatim Ka'baning tarnovi tomonda joylashgan yarim aylana shakldagi past devor bilan o'rab qo'yilgan joy. Aslida Ibrohim alayhissalom qurganlarida u ham Ka'baning devori bo'lgan. Bu joy Hijri Ismoil ham deyiladi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. ادعوا لنا أنتم تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي شرفنا بهدي رسول الله، الحمد لله الذي أسمعنا أحاديث رسول الله، الحمد لله الذي من علينا بإرشاد سيدنا رسول الله. اللهم أدم علينا هذه النعمة يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا فهما في كتابك ثم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وقولا وعملا يؤدى به عنا حقك ويوجب لنا نافلة مزيدك. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان من هؤلاء الطلبة المباركين، أبلغ روحه صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما، واردد علينا جميعا منه السلام. اللهم أكرمنا بنظراته صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا بأنواره صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا بعطفاته صلى الله عليه وسلم، اللهم وفر حظنا من معرفته صلى الله عليه وسلم، اللهم وفر حظنا من محبته صلى الله عليه وسلم، اللهم وفر حظنا من اتباعه صلى الله عليه وسلم، اللهم وفر حظنا من شفاعته صلى الله عليه وسلم، اللهم ومن علينا بمرافقته صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان يا أكرم الأكرمين في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.